Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun sensatsiya kunimiz. Mana ko'rib turganingizdek Xorazm Umra jamiyati sertifikati eng baxtli xonadoniy bekasi bo'lgan Oydinisoxon onamga na o'g'il, na qiz farzand, lekin kuyov nomidan tashrif buyurdilar. Anvarbekka omad tilaymiz. Assalomu alaykum xalqim yoshlar. Barchangizga shukrli, fayzli, shukrona onlar muborak bo'lsin. Biz bugun dunyodagi eng chiroyli, samimiy samimiyat sohibasi, 5 farzandning volidi muhtaramasi, Hamidullo otamning yelkadoshi, yuzi, ko'zi xushro'yim Gulnoray xonim Oydinsoxon onamni yo'qlab keldi. Oydinsonajonim, ushbu e'zoz ehtiromni farzandlar nomidan qabul etgaysiz. Albatta qo'shilgan har bir insonlar o'rnlaridan turib, onajon bag'rlariga bosadilar, xo'pmi? Keling onajon. O'zimga o'xshaydi olam chiroyli, mendan ranjimagan yoru do'stlarim, aslida hammadan onam chiroyli. Yig'lasam yig'lab o'tirsam-da kulgan, meni yuragida jonida bilgan, baxtim yuragimda qaddi bukilgan, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Oydinsonajonim. Bugun biz ezgu tilaklarni yuragimizga shunaqangi chiroyli, marjonning durlari kabi terdik-ku. Qalbimni quyoshiga aylangan Gulnoray xonimni
Ko'ngli sayxonim istomon oshdi. Farzandlaringiz bo'lmish, musofirni non yesadi. Onajonimni sog'indim deb ko'zdagi yosh bilan Ferozaxon, kuyovingiz Abduhajon, Mahfuzaxon, shu bilan bir qatorda Nargizaxon va sizni qalbingizga shodlik qasrini qurayotgan bugun Manzuraxon bilan Erkinjonlar onamni rozi qilsangiz, bergan og'izlar uchun biz gohida bilmay qalblarga ozor berdik. Sochlardagi oqlarga, yuzdagi ajinlarga biz ko'proq sababchimizlar. Keling, hozir bitta surprizimiz bor. Tayyormisiz? O surpriz shunday bo'lishi mumkinki, musiqa pasaytiring. Aytdilarki, Ferozaxon hamda ayniqsa Mahfuzaxon bilan Nargizaxon onamizni ko'rmaganimizga yoz, ko'z, qish, bahor o'tdi. Ayniqsa Nargizaxon qalbimning bir asirasi bor. 8 yil badalida onamni hamon har yili ko'zlariga qarab turib, ona sog'indim. Yotsirayapti to'rtta tomonim, kunlar o'tar yaxshi yomonim. Ona bilasizmi? Sog'inchlardan qiynalar jonim desam, onam gohida yig'lab, gohida ko'nyaptilar. Lekin bizning qiyomatli bir akamiz bor. Ham podshomiz, ham suyanchimiz. Bitta akam Erkinning siyasi tog' bo'lgudek podshosi bordilar. Bugunlar aytdilarki, onamizga Toshkentda bir 3 xonali xonadon olib bersak, dadajonim bilan endi rohat hamda farog'atda yashasalar degandilar. Toshkentga yashashga rozimisiz? Rozimisiz? Yo'q. Ikkinchi shartimiz bor dedilar. Faraz qiling kabi musulmonda boshingiz sajdaga yetib, Alloh gunohlarimni kechirgin va men bugun ibodatlaringga tayyorman. Qadamim sobit qadam deb o'zingizda Kaboy muazzamada his eta olasizmi? Tayyorman. Alhamdulillah, musulmonsiz, tayyorsiz. Demak, hozir ushbu bitta chiroyli surprizimizni qabul qilasiz. Ushbu sertifikat sizga muborak bo'lsin. Ular har gal qismatiga qo'nib yashadi. Armonlar daryosida cho'mib yashadi. Dardini diliga ko'mib yashadi. Yo'q, Ferozaxondek qizni menga hadya etganlar uchun. Farzandlarini duo bilan siylab ertayu kech o'ylaganlar uchun. Avvalambor meni dunyoga keltirgan onajonim bor, Zebuna so'g'an ayajonimga va meni yaxshi ko'rgan qaynonam bugun Oydinus onajonim yuzlarga kirsin deb kuyovingiz Abduhajon nomidan umra sertifikati sizga yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Xudo xohlasa yaqin kunlarda 24-iyulda safarga otlanasiz. Lekin ko'zda yosh bilan turgan Hamidullatim tog'dan tushmas qor bo'lsinlar-u, sizni baxtingizga sog' bo'lsinlar. Kuyov nomidan sizga bo'lgani bilan qizlarning ham balkim sovg'asi bordir. Hamidullatim ham tayyor bo'lishlari mumkin. Keling, surprizdan oldin Hamidulla otamni ham bag'rimizga bosamiz. Ilohim tog'dan tushmas qor bo'lsinlar. Ilohim mana shu xonadon tayanch ustida ham sog' bo'lsinlar. Qo'shib qo'yamiz. Marhamat. Art Piano YouTube kanali. Art Piano YouTube kanali. Alloh rozi bo'lsa ikizlar. Iymonli, e'tiqodli qiz o'g'illarni tarbiyalayapsiz. Har biri solih ekan. Xudo xohlasa
Labbayki Allohim labbay. Labbayki la sharika laka labbay. Innal hamda va ni'mata laka val mulk la sharika lak deya Kabatullohni aylanish sizga nasib etsa. Bugun so'yinchisiga qani onajonim. Bugun o'g'lingiz Abduhajonni ko'rdingizmi? Alloh oldida yuzingizni yorug' qildi. Tarozi ikki pallasini teng ko'rdi. Demak, ikki olam saodatiga loyiqsiz. Davramizga onajonlarimizni bir o'ynatib kuldirsak, bunday kun sizga yarashgan kun bo'lsin. Marhamat. O'zimni ham ko'p sevgan oftobim bor, soyam bor. Ertamdir yonib kuygan jonkiyarim onam bor. Ko'zlarimning nurlari menda nurli olam bor. Dunyolarning hurlari farishtadek onam bor. Keling biz hozir endi bo'lgan Hamidullo akam bilan ikkingizni poyingizga hissa bo'lchambarni sochib, qalblarga shodlikni qasrini qurar ekanmiz. Bugun 8 yil badalda ko'rmagan qizingiz Nargizaxon, Mahfuzaxon, Ferozaxon kuyovingiz Abduhajon nomidan shojona tortini qabul etgaysiz. Marhamat. Yo'lda sarson, qadrinim ham arzon, xorligim onamga aytmang. Yuribman divanadayim, o'zimga begonadayim, dardlarimni onamga aytmang. Singan qalbim bilan kulib, oqmasin nimalarday suzib, yuribman deb onamga aytmang. Dunyoda sarson, qadrim ham arzon, xorligimni onamga aytmang. Ko'z yoshim sekinlardaman, aytaman. Dunyo yuki qandaymi, aytaman. Ko'z yoshim sekinlardaman. Hamidullohlar, Toshkentda o'zimda chiroyli qilib tabriklab qo'ysangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Başımızda koyulan başı, yuvarlan başı, topla sağlık. Hozir endi ularni peshonalaridan bitta bo'sab qo'yasiz.
Onam aytdilarki, bizni sevgimiz butun bir umr boshqacha bo'lgan. Turmush qurganimizga qariyb 50 yil bo'ldi dedilar. Chapalchin tayyormisiz? Demak, o'sha sevgi boshqacha ekanligini tort yedirish marosimida ham ko'rsatib berasiz. Qani, marhamat. Gapirib bersammi sevgim qanday boshlangan ona deb aytsin ko'zlarim qanday boshlangan shunda sevgasiram ko'p sirim o'ziga barchasi keyin shundoq tashlangan kiyo dardingni bo'lashgan qaytadan tanishgan sevgilingman sevgilim oh kiyo dardingni Eng so'ngida endi hozir raqsga tushib beradilar. Musofirda yurgan farzandlar aytdilarki, onajonim Alyonushkaga o'ynashni juda ham yaxshi ko'radilar. Yoki Alyonushka yoki Quralayga o'ynab beradilar, Hamidulla bilan birga ishtirok etadilar. Chunki bu baxtli hamda baxtiyor lahzalarning ozginagina bo'lsa-da chiroyli kayfiyati yuzingizdan bilinib tursin. Qani, marhamat. kelishlarimni qo'llarimda qaynoq yuragim san
ko'chaga chiq Qur'onlarning Qur'oni keldi Senga berib shirin va'dalar Seni unut ketgani keldim Hey Qur'onijon ko'chaga chiq Qur'onlarning Qur'oni keldi Senga berib shirin va'dalar Seni unut ketgani keldim Va nihoyat go'llarimni rayhoni, orzularimning osmoni. Bugun mana shuncha inson poyingizdan jannatni izlabdiki, demak jannatlarning makoni ekansiz. Nima deb o'ylaysiz? Bugun abirinki Sarnusxon bilan Gulnozaxon, qizingiz Narkizaxon dilimdagi dil izhorimni aytsam, bu jonimda Alloh rozi bo'lsin. Agar bizga yana dunyoga qayta kelishga imkoniyat berilsa, yana o'zimni bu jonim degan bo'lardim degan davramizga Sarnusxon bilan Gulnozaxonni kelishlarini so'raymiz. Mana marhamat. Sarnusxon ko'rib turganingizdek, volidai muhtarlaringiz bilan qiblagohingiz savoboshga qo'l urdilar. Ular aytdilarki, boshimizda soyabonu duosi qo'rg'on. Biz uchun dunyoda eng aziz inson. Ularning bag'rlari uchun baxtlarga makon. Yaxshiyamki ular yonimizda bor. Aslida sabrdan ko'ylakni kiygan, matonat to'lgan tog' bo'lgan mening qaynonam Tillo, onajonim bebaho dedilar. Siz demak ikki aslzodaning nabirasi ekansiz. Marhamat. Onajon baxtimizga sog' bo'ling. Har doim shunday chiroyli bo'ling. Oytasa bo'chura. Endi farzandlaringizga bitta chiroyli dilingizdagi dilnomingizni duolar haqqiga aytib qo'ysangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmonjonlar hammalariz xush kelibsizlar. Ilohim sog' salomat bo'linglar, umidlaringiz uzoq bo'lsin. Uzoqda yurgan balalarim hammalari sog' salomat bo'lsin. To'rtta kuyovim bor, to'rtta oyim. Shunday yaxshi. Ilohim sog' bo'lsinlar. Qizlarim bilan xushla qarisinlar. Abdaxatjon, Asliddinjon, Rustamjon, Murodjon hammalari sog' salomat bo'lsin ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin. Manga qilibdi ularga balalari ham qilsin shunday ilohim. Ularni ham umralarga, haj safarlariga yuborsin balalari ham sog' salomat bo'lsin. Hamma balalari qo'shganlarimni qo'shla qarisin ilohim sog' salomat bo'lsinlar. To'rtta kuyovim, to'rtta qizim ham sog' salomat bo'lsin. Shuni o'zlari ham kesaydi. Shunday xursand bo'laydi. Men o'shalarni kutuvdim-da o'zim. Nasib bo'lsa bitta 8 yildan beri kelgan yo'q. Faqat ko'rsam sog'inaman, sog'inganman. Eri bodisi ham bormaydi. Bilmasam nima urusda yurtib qirib ketsin, yomon ko'raman urusda yurtib. Mana shu balalarim hammasini o'sha qana qilib, ishqilib sog' bo'lsinlar, mayli qayerga bo'lsalar ham. Lekin sog'inganman barlar. Qarchagina bo'lsin. Endi Allohning buyrug'iga qarshi bormaysiz. Yillar davomida muborak umra hajiga boraman deganlar qancha. Allohning Baytulloh juda go'zal. Sizni sevdi, Alloh chaqirdi. Xudo xohlasa boring. Ziyoratlar qabul bo'lsin. Endi 8 yil davomida ko'rmagan Nargizaxonga keladigan bo'lsak, Alloh rizqni qayerga berdi? O'sha yerda o'sha rizq tuz tugamaguncha qaytmaydilar. Ularni Allohga omonat biling. Chunki ular ham aytayaptilar-ku, oling o'zim keragingiz qayg'usini, madom meni yo'llarimga intizorim, sog'indim-ku, ko'zlaringiz kulgusini, madom meni mo'niskinam, mehribonim, onajonim deya
bir kuni qaytadilar. Bilasiz, har bir kunimiz g'animat, kunimiz g'animat ekan. Sizni ham ular Allohga g'animat bildi. Siz faqat duo bilan ularni siylang. Taqdirni faqatgina duo o'zgartirar ekan. Inshaalloh Erkinjonda ham baxti to'la to'kis bo'lsin. Qizlaringiz jannatlarda nurdan tosh kiydirsin. Borayotgan mana shu ziyoratlaringizda Robbim Alloh qilgan gunohlaringizni mag'firat aylasin. Hamidullohda Xudo xohlasa ularga o'ziz qalqon bo'lib borasiz. Allohning o'zi yetkazsa hech gap emas. Allohga osondir. Biz sizga Robbimdan rizqingiz ulug'ligini, xonadoningiz barokatini, turmushingiz sog' bo'lsin. Xudo xohlasa Robbim o'zi sevadigan, rozi bo'ladigan bandalar qatorida ko'rsinlar. Siz ham Allohimdan rozi bo'ling.